Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun hammamizni o'ylantirayotgan eng katta savollardan biri haqida gaplashamiz. Bu pensiya masalasi. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'ling va video yoqsa like tugmachasini bosib oxirigacha ko'rishni unutmang. O'zbekistonda pensiya tizimi so'nggi yillarda ko'p muhokama qilinmoqda. Kimdir aytadi pensiya bo'lmaydi. Boshqalar yana yosh oshadi deb xavotir oladi. Haqiqat esa shundaki, davlat oldida juda katta mas'uliyat turibdi. Odamlarning kelajagini kafolatlash. Bugungi kunda erkaklarning pensiya yoshi 60, ayollarniki 55 yosh atrofida. Ammo dunyoning ko'p mamlakatlarida bu raqam ancha yuqori, 65, hatto 67 yoshgacha. Shu sababli O'zbekistonda ham asta-sekin pensiya yoshi oshirilishi mumkin degan gaplar ko'paymoqda. Ammo savol tug'iladi. Odamlar yosh oshganida baribir pensiyadan foydalanishga ulguradimi? Pensiya puli o'zini oqlaydimi? Ko'plab fuqarolar bugungi pensiya miqdoridan ham rozi emas. Eng kam pensiya kundalik xarajatlar uchun yetarlimi? Demak, eng muhim savol, pensiya rivojlanishmi yoki xavfmi? Bu masala sizning hayotingiz, farzandlaringiz va kelajagingiz bilan bog'liq. Siz qanday fikrdasiz? Pensiya yoshi oshirilishi kerakmi yoki yangi tizim ishlab chiqilishi kerakmi? Fikringizni izohlarda qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.